Dostlar, aman patlayandık. 2013 yıl mexanika korobka Malibu 1 maşını satılda durdu. 137 ming probeg yurib turibdi. Motorlardan kulish degan emas. Mashina ideal holatda yana ko'rishingiz mumkin. Zapaska ham yere tushgan emas. Hamma yeri laminatsiya bo'lgan. Yine güzel uchun bütün plasmasalar yine laminatsiya bo'lib tayyor. $100 çikollari bor, o'zining chikolni holati yine. Bu nakitga kiyizilgan, o'zining chikol ham chitirab yirtilgan emas. Oq svet 2013 kraskasi родной. Yine plasmasalar ham zo'r turibdi. Yo'llar sinib ketadi bilsangizlar. Yine hamma ishlab turibdi yine. Elektrikli sideniya, jemni angsiz vaqti chiqarilgan mashinalar. Yine rollar ham zakon turibdi yine ko'rishingiz mumkin. Skorcheklar ham yine. Haqiqiy probeg 137 ming probeg yurib turibdi. Ko'rsangizlar, yerlarni ko'rsatib turibdi. Mashinada bir tomchi kraska yo'q. Metan gazlar bor. Balonlarning holati 90%. Endi motorni yine isboti bilan gap. Yine bu injektorni bir marta yuvilganda degasi yine injektor bir marta ochilgan, kulish degan banandagi bolt yine motorniki kulish deyman. Setni ishlab turibdi. Hech yerdan kulish degan emas. Mashina bahosi 140 million so'm, ustida 1.5 so'm qo'l xayri qaytib beriladi. Barter desangiz de barter variant bor, kredit desangiz de kredit ham o'zimiz chiqarib beramiz. Mexanika menga bo'lmaydi, avtomat desangiz ham bunda avtomat korobkasi ham bor. Qora svet 2013 bor. Tayyorlovkalar jenerlar bor, metan gazlari bor. Buni sidinalar ham yine cho'tki holatda turibdi. Ko'rdingizmi? Yine. Hamma ishlab turibdi. Massajli sidina, dajina bellarning beridan chishiriklar chiqib masaj etib, sizlar o'z mashinaga minjak vaqt kutib oladi sidinasi. Qap-qora svet. Mana pitno kraskasi bor. Ustadan kelib tekshirib olaverasizlar. Avtomat eng full pozitsiyasi. Chevrolet emblemayini shu fardan bilsangiz bo'ladi. Far ham o'zingiz qo'ying. Yumshoq balonlar yana paket. Hali 3000 mi 5000 kilometr yurib turibdi. Har qaysi $120 qo'yilgan. Metan gaz hamma narsasi bor. Bizning GM'da yo'q narsa, ina bu far yo'lda loy olgan vaqtda yuvadigan sistemasi ham bor. Lük desangizlar, lük, yine avtomat korobka kerakdan tashlamiz, yine avtomat korobka. 208 ming haqiqiy o'zining probegi. Yine ben ham singan emas. Yine chikollar ham meri zo'r holatda turibdi. Yine hamma o'zi ishlab turibdi yine, ko'rsangiz mumkin. O'zim mashinadan tushak vaqti o'chirganda sidina iziga qarab biz avtomatik harakatlanadi. Kurs kontrol, multimedia rol hamma o'zi bor. Magnitofondan o'zi pultdan upravlab etaverasizlar. Tayyorlovkalar ishlanisini aytdik. 2013 avtomatini bahasam 140 million so'm ustida kelishib beriladi. Buni ham hamma yeri arka elde hamma yeri butun. Qap-qora svet. 140 million so'm lekin 2023 yil Cobalt olgandan menimcha shu Malibu olib menga yaxshi. Bu boshqa mashina-ku yine. Barter desangiz de barter, naqd desangiz de naqd bilan savdo etish mumkin. Bir like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Rahmat, sog' bo'lasizlar.